Yog'ochdan tomiz yoptiradigan bo'lsangiz qanaqa ahvolga shuni ko'ramiz, qaranglar, yonyapti. Shu holatda yonib ketadi. Shularni ham qaranglar. Reflektorni qaranglar mana. Taxtadan yopilgan, albatta yonadi, lekin mana temirdan yopilgan narsa yonmaydi ham, ishtimonmaydi, qaranglar. Yonib ketdi. Akalarimiz 200 kiloni bemalol ko'taryapti. Bu degani konteyner materialdan yoptiradigan bo'lsangiz ancha pishiq bo'ladi. O'zbekistonda 90% xonadonlar, qurilishlarda konteyner materialdan foydalanishyapti. Buni sababini ustakamizdan so'raymiz. Arzon tushadimi, yomon bo'lsa yana boshqacha qulayliklari bormi? O'zlaridan so'raymiz. Hozir ko'rdilar, eksperiment qilindi. Yoqdi, tepdi, ustiga chiqdi, konteyner material ishlamadi, lekin yog'ochimiz sirazi rasvo bo'lib ketdi. Endi Elmurod akamdan qolgan ma'lumotlar olib o'tamiz. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Suyimsiz? Xo'p, aka, nimaga odamlar 90% O'zbekistonda qurilishda hamma konteynerga o'tib ketdi? Xo'p, aka, avvalambor konteyner mahsulotini afzalliklarini tushuntirib ma'lumotini berib o'tadigan bo'lsam, aka, birinchi o'rinda aka chidamliligi, keyin katta joylarga, zdaniyalarga aka bez ustun holatda qilib berishligimiz aka. Ha, bez ustunsiz. Ustunsiz 30 metrgacha bo'lgan joylarda ustunsiz holatda aka maydonini keng holat saqlagan holida qilib beryapmiz aka. Joydan ekonom bilan keyin kattaroq fura yuk kirib chiqib ketadigan bo'lsa ham qiynalmaydi, sklatlarga. Shunaqa narsalarga qulayligi bor. Keyin fabrikalarga, mana hozir mana shu yerda ham adashmasam, bitta tikuv sexi qilib qo'ysa ham hech qanaqa o'tda ustun yo'q. Nima deydi? Joy tomonlama yutadi. Bemalol foydalansa bo'ladigan holatda aka. Eni 20 metr, uzunligi 60 metr joyga 1200 kvadratga qilib berganmiz aka, usunsiz holatda. Hozir bu nechinchi etaj? Bu 6-etaj bu aka. 6 ta etajda уже ko'taryapti. Ko'tarib, bemalol ko'tarib. Agar ko'rayotgan bo'lsangiz, bir xilga internetlarda ko'ramiz, tom 3 ketib qolyapti. Taxtadan yoptirishgan, mustahkam bo'lmagan, shamolga, yomg'irga, qorda bosib qoladi. Bu naqa bo'lmaydi aka. Bunaqa narsa yo'q aka, mana ko'rishingiz mumkin aka, shotli variant deymiz, o'rtadagi stoyka zigzaglarni aka berib, yukni teng taqsimlab devorga beradi aka. Mana bu holatda yasab, o'rnatib chiroyli qilib aka xizmatini qiladi, xudo xolasa. Ko'tarishlariga javob aka. Ha, bexijolat bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, aka, endi hozir o'zimizni oddiy reykalardan qanaqa bo'ladi narx-navosi? Buni metri necha pul tushadi, buni metri qanaqa? Aka, pashti bozorda reykasi bilan pashti narxi 1-2 ming so'm raznica qilishi mumkin aka, lekin buni chidamliligi, baquvvatliligi aka, bu temir. Temir. Tepasiga qancha qor yog'adi, tepasiga lo'm bos qiladi aka, ko'taradi xudo xolasa. Ha, shu tomonlari bor. Biz bitta joyga syomka bo'yicha borganimizda lo'mmozni videosiga xullas bitta magazin yonib ketgan, konteyner materialdan bo'lgan, lekin qolgan hamma devorlar rasvo bo'lib, texnikalar yonib ketgan, lekin konteyner material tom yonmagan. Qoraygan lekin, yonmagan ekan. Qorayishning sababi aka, o'zini bu konteyner holatda kraska sochilgan bo'ladi. Shu kraskasi aka, kraskasi kuyishi mumkin, lekin temir yonmaydi aka. Temir yonmaydi. Zanglamaydi, chirimaydi aka, yog'ochdan ancha yil uzoq muddat xizmatini qilib beradi. Xo'p, mana bizning obunachilarga agar kattaroq ob'yemda joylar bo'ladigan bo'lsa, ishonch tomonlama notarius orqali ham qilib berilaveradi. Notarius orqali xohlagan dokumentini so'raydi, dokument beraman, uy manzillarigacha beraman aka. Ha, demak ishonch tomonlama shunaqa holatda qilib beriladi aka. Hozir ko'proq qayerda ishlaringiz ketyapti hozir? Hozir ikkita joyda, Samarqand bilan Navoiyda, keyin Toshkentda ham ishimizni boshladik aka. Qanaqa joyga qilyapsizlar? Bitta zavod qilib beryapmiz hozir, keyin xonadon, har qanday katta o'lchamdagi joylarni qilib beraveramiz aka. Demak, xonadondan tortib katta joylargacha. Farqi yo'q. Hozir teplitsalar ham rosa sezoni boshlanyapti. Teplitsa qilib beramiz aka. Demak, teplitsalar ham qilib berilaveradi aka. Xo'p, undan tashqari aytganimizdek texlar, zavodlar, qanaqa joy bo'ladigan bo'lsa, usta akalarimiz qilib berishaveradi. Xo'p, xonadoningizga ham albatta 4 xona, 5 xona, 10 xona bo'ladigan bo'lsa ham mustahkam, ham tez bo'ladi. Misol, mantiqiy hisoblaydigan bo'lsak, bu narsani agar taxtadan yoptiradigan bo'lsangiz 5 xonangizga 10 kun vaqt ketadigan bo'lsa, buni 4 kun, 5 kunda ham sirazi qilib berishgacha tayyor holatda olib kelib qilasizlar. Unaqa variantlari ham bor. Endi firmamizning katta kichikligiga, yasalishiga qarab, uzoq yo'llarga, misol furalarda furani razmeridan katta bo'ladigan bo'lsa, materiallar bor, o'shida qilib beramiz. Agar razmeri kichikroq yasaladigan bo'lsa, o'zimiz bu yerda yasab, sexda tayyorlab olib borib o'rnatib berish xizmatlari ham bor. Shu tomonlarga ham kelsa bo'ladi. Kvadratini necha puldan qilib beramiz aka? Aka, kvadrati 170 mingdan 300 mingga davr boradi, joyiga qarab chiqiladi aka. Ha, demak joyiga qarab, qalinligiga qarab, keyin kraska holatligi deganlarga kraska. Kraskasini aka, obunachilaringizdan chiqsa aka, kraskasini bonus yasashib beramiz. Bonus qilib berilaveradi. Tunikalarini-chi? Tunikasini ham olib beradi, qatirib beramiz aka. Olib beriladi, qatirib beraveradi. Ichida qatirib beramiz aka. O'zi aslida unga ham pul olinadi. Misol 10 mingmi kvadratiga shunaqa olishadi. 15 mingdan yopiladi. Ne hisoblasa o'zi yaxshigina pul bo'lib qoladi, lekin akalarimiz shunaqa qilib chiroyli qilib berilar ekan. Hozir mana bez ustunsiz bemalol turibdi, hech qanaqa nimasi yo'q.
pishiqroq holatda bo'lgan. Xo'p, aka yana qatlarga xizmatlarimiz bor? O'zbekistonda 12 ta viloyatiga qo'shni respublikalar Qozog'iston, Qirg'izistonlarga ham chiqib qilib beramiz aka. Qilib beriladi. Kelishilgan holda. Aha, zo'r. Hozir bet qancha bo'ldi qilinganiga? Bu yerga 4 oy bo'ldi aka. 4 oy atrofi bitgan. 4 oy Zo'r bitgan. chiqdi mana bu chekkalarini ham ko'radigan bo'lsalaring. Bitganiga 4 oy bo'ldi, lekin 20 kun vaqt ichida firmalarni yasab, bir haftaning ichida tunukalarni qatirib, bir oyga bormadi, o'rnatib qatirib berdik. Tez tayyor bo'ladi. Tezda tayyor bo'ldi. Xo'p, uyda egalardan nima narsa so'raladi aka? Uyda egalaridan aka joyini ko'rsatadi. Aha. Keyin materiallar bilan ustalarni olib boramiz aka. Aha. Dogovordagi pulni bir 60% ni beradi. Materialni puli bo'ladi-da u. Materialni sexdan olib ketamiz, kelib berishimiz kerak u pulni. Uyda egalaridan shu asosan aka ustalarga oziq-ovqat, yotoq joy bilan ta'minlab bersa bo'ldi aka. Bo'ldi. Qolgan narsasi o'zimizdan bo'ladi. Konteyner materiallar qanaqa xizmat bo'ladigan bo'lsa, akalarimiz xudo xolasa chiroyli qilib berishadi. Qolgan savol javoblaring, ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon qilsa ham bo'ladi. Hamma joyga kelishgan holda chiroyli qilib berishadi. Eng yaxshi tomoni aytganimizdek, pishiq bo'ladi. Bar temir narsa temir. Yog'och vaqt soat kelib chiriydi, boshqa bo'ladi, qorayadi, keyin mo'rtlashib boradi. Lekin bu temir anchagina xizmat qilib beradi. Buni yana bitta plyus tomoni, bilsangiz konteynerli materiali o'zi dengizlarda yuradi, sho'rli joylarda hech narsa bo'lmaydi. Shuning uchun ham ko'pchilik shu narsadan foydalanmoqda. Hamma narsalar konteyner materialdan qurilyapti. Shunga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Nomeringizni qoldiramiz aka, bo'lmasam sizga kattakon rahmat. Nasib bo'lsa, Toshkentda joylaringizni ham bir video qilib, tramvay efirlar qilib, savol javoblar qilib o'tamiz. O'rnatilgan jarayoniga boramiz aka.